Ya Rabbi inni as'aluka al-afwa anni. Dunyoning yaratilishi yolg'iz Allohning irodasi va qudrati bilan amalga oshganligi tavhid e'tiqodiga bo'lgan barcha din ahllari, jumladan musulmonlar, nasroniylar, yahudiylar va majusiylar tomonidan bir ovozdan e'tirof etilgandir. Ammo tavhiddan boshqa e'tiqodda bo'lganlar va mutlaqo e'tiqodsiz bo'lgan kimsalar esa dunyo o'z-o'zidan paydo bo'lgan deb da'vo qiladilar. Alloh bergan aql bilan ozgina tafakkur qilgan kishi hech narsa o'z-o'zidan bo'lmasligini tushunadi. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlari orqali kishilarni ana shunday fikrlashga chaqiradi. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Oyatning mazmunida aytilgan narsalardan birortasini o'z-o'zidan bo'lgan deyish aqlga to'g'ri keladimi? Bu narsalardan birortasini yaratish, ijod qilish insonning imkoniyatida bormi? Yo'q, albatta. Demak, ularni yaratuvchi yolg'iz Allohdir. Law kana fihima alihatun illa Alloh lafasadata. Fasubhanallohi robbil arshi amma yasifun. Alloh taolo ushbu oyati karimasi bilan ko'p xudolik e'tiqodini ham botil ekanligini, butun dunyoning egasi, yaratuvchisi va boshqaruvchisi yolg'iz o'zi ekanligini bayon qiladi. Dunyoda eng birinchi yaratilgan narsa qalamdir. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadislar rivoyat qilingan. Birinchi hadis Uboda ibn As-Somit aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Alloh yaratgan narsalarning eng birinchisi qalamdir. Alloh unga yoz deb buyurdi. Shu onda hamma narsa yozildi deganlarini eshitdim. Ikkinchi hadis Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh yaratgan narsalarning eng birinchisi qalamdir. Unga hamma narsani yozishni buyurdi. Uchinchi rivoyat esa odam dedilar: Men Valid ibn Uboda ibn As-Somitdan otangizning o'lim oldidan sizga qilgan vasiyatlari qanday bo'ldi deb so'radim. Ato shunday javob berdi: Otam meni yonlariga chaqirdilar va dedilar: Ey o'g'ilcham, Allohdan qo'rqin. Bilginki, yolg'iz Allohga iymon keltirmaguningcha va taqdirning yaxshisi ham, yomonligi ham Allohdan deb bilmaguningcha ilm ham o'rgana olmaysan. Allohdan ham qo'rqmaysan. Men buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. U kishi shunday deganlar: Alloh taolo hamma narsadan avval qalamni yaratdi. Unga yoz deb buyurdi. Qalam: Yo Rabbim, nimani yozaman deb so'radi. Alloh unga qadarni yoz dedi. Qalam shu onda bo'lgan va bo'ladigan barcha narsalarni yozdi. Alloh taolo qalamni yaratib, unga hamma bo'ladigan narsalarni yozdirib, keyin yumshoq bulutni yaratdi. Abu Razin al-Uqayli shunday rivoyat qildilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: Ey Allohning rasuli, yer va osmonlar yaratilmasdan oldin Alloh taolo qayerda edi deb so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday javob berdilar: Alloh avval tagida ham, ustida ham havo bo'lgan yumshoq bulut ustida edi. Keyin suv ustida arshni yaratdi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan Allohning arshi suvning ustida degan oyatning tafsirida suv nimaning ustida edi deb so'ralganda Ibn Abbos roziyallohu anhu suvni shamol ko'tarib turardi deganlar. Qosim ibn Hasan rivoyat qilgan hadisda Zamra shunday deydi:
Alloh taolo avval qalamni yaratdi. Keyin shu qalam bilan o'z yaratadigan narsalarni ham, bandalardan sodir bo'ladigan ishlarni ham bir kitobga yozdi. Keyin ana shu kitob dunyo yaratilmasdan oldin 1000 yil Allohga tasbih va tamjid aytdi. Qachonki Alloh dunyoni yaratishni iroda qilgandan so'ng osmonlar va yerni hamda undagi mavjudotni 6 kunda yaratdi va bu kunlarning har biriga alohida Abjad, Havvas, Xutti, Kalaman, Sa'fas va Qarashat deb nom berdi. Zahhok va Atodan rivoyat qilingan hadisda dunyoning yaratilishi 6 kun deyiladi. Vahib ibn Munabbahdan esa 7 kun deb rivoyat qilingan. Biroq ikki hadisning ma'nosi bir-biriga ixtilofli emas. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ham u Alloh shunday zotki osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan deb dunyo 6 kunda yaratilganligini aytadi. 7-kun juma kunidir. Abdulloh ibn Salom va Kabning fikrlaricha Alloh taolo yerni yakshanba va dushanba kunlari yaratgan. Olamning qanday yaratilgani to'g'risida xabar beruvchi oyatlar Qur'onda juda ko'p. Ularning birida shu Abdulloh ibn Salom shunday deydi. Alloh taolo olam yaratishni yakshanba kundan boshlagan. Yakshanba va dushanba kunlarida yerlarni yaratdi. Seshanba va chorshanba kunlari yemishlar va tog'larni yaratdi. Payshanba va juma kunning avvalida osmonlarni yaratdi. Juma kunning oxirida esa odamni yaratdi. Muhammad ibn Ishoq aytadi: Ahli Tavrotlar Alloh yaratishni dushanba kunidan boshlagan deydilar. Ahli Injillar Alloh yaratishni yakshanbadan boshlagan deydilar. Biz musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga asoslanib Alloh olamni 6 kunda yaratgan, boshlanishi esa shanba kunidir deb e'tiqod qilamiz. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك